Assalomu alaykum, hurmatli kardiologlar, magistrlar, klinik ordinatorlar, talabalar. Bugun EKG asoslari siklidagi darslarimizning 5-navbatdagi darsi va bugun biz EKG o'qish rejasi to'g'risida so'z yuritamiz. Demak, birinchi navbatda EKG o'qishning birinchi qismi bu pasport qismi. Ya'ni birinchi pasport qismi ekan. Demak, pasport qismida bemor ismi, sharifi, tug'ilgan yili, bugungi sana, soat, minut yozilishi kerak va bemorni adresi, ya'ni pasport ma'lumotlar, barcha pasport ma'lumotlar keltirilgan bo'lishi kerak. EKGning ikkinchi qismi, EKG o'qishimizning ikkinchi qismi bu o'lchov qismi. Demak, bu qismda biz asosiy tishcha interval va segmentlarning davomiyligi, balandliklarini o'lchab chiqishimiz kerak va biz uchun asosiy kerak bo'lgan, o'lchanishi kerak bo'lgan intervallar bu PQ interval, P tishcha, PQ interval, QRS tishcha, QT, QT ya'ni EKG'dagi QT, faktik QT, bundan tashqari Bazet formulasi bo'yicha aniqlangan QT va RR masofa o'lchanishi kerak. Bu o'lchov qismi. Uchinchi qism, demak, uchinchi qism izoh qismi. Izoh qismi. Demak, izoh qismi ham bir necha qismlardan iborat. Demak, uchinchi qism bu izoh qismi. Izoh qismi va izoh qismi ham o'z navbatida bir necha qismlardan iborat. Demak, uchinchi izoh qismi. Demak, izoh qismi birinchi navbatda ritm boshqaruvchisini aniqlash. Ritm boshqaruvchisini aniqlash. Ya'ni ritm qayerdan paydo bo'lyapti, shuni aniqlashimiz kerak. Endi ritm boshqaruvchisini aniqlash ham bir necha tarkibiy qismlardan iborat. A. Demak, sinusli ritm. Sinusli ritm. Demak, belgilari, sinusli ritmning belgilari bu ikkinchi standart tarmoqda musbat P va undan so'ng QRST ning kelishi. Demak, ikkinchi standart tarmoqimizda musbat P va undan so'ng QRST ning paydo bo'lishi. Nima uchun bu holat bo'ldi? Chunki impulslar sinus tugunida hosil bo'ldi va asosiy bo'lmacha qo'zg'alish vektori yo'nalishi ikkinchi standart tarmoqning musbat tomoniga yo'nalyapti. Shu uchun ikkinchi standart tarmoqda musbat P va undan so'ng qorinchalar qo'zg'algani sababli QRST hosil bo'ldi. B bo'lmachalar ritmi. Bo'lmachalar ritmi. Demak, bo'lmacha ritmida ikkinchi standart tarmoqda pasaygan ikki fazali yoki manfiy P paydo bo'lib, undan so'ng QRST ning hosil bo'lishi. Bu qanday bo'lyapti? Masalan, impuls bo'lmachaning qaysidir o'rta qismida paydo bo'ldi. Masalan, bo'lmachaning mana bu o'rta qismida. Demak, shu nuqtadan past qismi yuqoridan pastga qarab qo'zg'aldi va shu nuqtadan yuqori bo'lgan bo'lmachaning qismlari pastdan yuqoriga qarab qo'zg'aldi. Demak, vektor ham ikki tomonga yo'nalyapti. Demak, qisman yuqoridan pastga va qisman pastdan yuqoriga qo'zg'alyapti va shu uchun P tishchamiz ikki fazali bo'lyapti. Undan so'ng qorincha normal qo'zg'alyapti va normal
QRSda hosil bo'lyapti. Demak, impuls bo'lmachalarining o'rta qismida paydo bo'lsa, P tishchamiz ikki fazali bo'ladi va undan so'ng QRSda hosil bo'lar ekan. Agar impuls bo'lmachaning pastki qismida hosil bo'lsa, masalan, mana shu yerlarda hosil bo'lsa, demak, bo'lmacha qo'zg'alish vektori pastdan yuqoriga qarab, ya'ni ikkinchi standart tarmoqning manfiy tomoniga qarab yo'nalyapti. Demak, ikkinchi standart tarmoqda manfiy tishcha hosil bo'ladi. Va undan so'ng qorinchalar qo'zg'algani sababli normal qorincha kompleksi, ya'ni QRSda hosil bo'lar ekan. Demak, manfiy P va undan so'ng QRSda. Demak, bu yerda ikki fazali P va undan so'ng QRSda. Bu bo'lmachalar ritmi. Uchinchi, bu impuls agar AV tugunda paydo bo'lsa, ya'ni AV tugun ritmi. AV tugun ritmi. Belgisi P tishchaning bo'lmasligi yoki manfiy P tishchaning QRSdan keyin kelib, undan so'ng T tishchaning hosil bo'lishi. Bu holat qanday paydo bo'ladi? Demak, faraz qilaylik, impuls AV tugunning yuqori qismida paydo bo'ldi. Demak, bo'lmachalar bilan qorinchalar taxminan bir vaqtda qisqaradi, bir vaqtda qo'zg'aladi. Ya'ni bo'lmachalar qo'zg'alishi P tishcha QRSning orqasida qoladi va EKGda P tishcha ko'rinmaydi. Mana shunaqa holat, taxminan shunaqa holat. Demak, ana bu yerda bo'lmacha bilan qorincha bir vaqtda qo'zg'alayapti. Demak, P QRSning orqasida qolyapti va EKGda P tishcha yo'q. Keyingi holatimiz, agar impuls AV tugunning pastki qismida paydo bo'lsa, birinchi navbatda qorinchalar qo'zg'aladi. Demak, EKGda QRS hosil bo'ldi. Undan so'ng pastdan yuqoriga qarab bo'lmachalar qo'zg'algani sababli, ya'ni ikkinchi standart tarmoqning minus tomoniga yo'nalgani sababli manfiy P tishcha hosil bo'ladi va undan so'ng qorinchalar repolarizatsiya jarayoni vujudga keladi. Demak, EKGda nimani ko'ramiz? QRS minus P T tishchani ko'rishimiz mumkin. Endi bu EKGga qarasak agar xuddi ST segmentining depressiyasiga o'xshatish mumkin, lekin undan farqi ana bu QRS kompleksining oldida P tishchaning bo'lmasligi. Ya'ni birinchi navbatda qorinchalar qo'zg'aldi QRS, ikkinchi navbatda retrograd pastdan yuqoriga qarab bo'lmachalar qo'zg'aldi va minus P hosil bo'ldi va undan so'ng T tishcha hosil bo'ldi. Keyingisi qorinchalar ritmi. G. Demak, G qorinchalar ritmi. Keyingisi qorinchalar ritmi. Demak, qorinchalar ritmining bir necha belgilari mavjud. Birinchisi bu kengaygan, deformatsiyalashgan QRS komplekslarining mavjudligi.
ikkinchi belgisi ST segment va T tishchaning asosiy tishchaga nisbatan diskordant joylashuvi. Keyingi belgisi atrioventrikulyar dissotsiatsiya, ya'ni bo'lmachalar o'zining ritmida qisqaradi va qorinchalar o'z ritmida qisqaradi. Kelinglar ko'rib chiqaylik. Demak, impuls qorinchalar ritmida, impuls qorinchalarning qaysidir qismida paydo bo'ladi va qorinchalar qo'zg'alish ketma-ketligi o'zgaradi. Endi taxminan shunday chizib ko'rsatdim. Demak, buning natijasida qorinchalar kompleksi deformatsiyaga uchraydi. Masalan, taxminan mana shunday chizsak, demak, birinchi navbatda qo'res kompleksining deformatsiyasi, ikkinchisi asosiy tishchaga nisbatan ST segmentining diskordant joylashuvi. Bu nima degani? Teskari yo'nalgan joylashuvi. Masalan, asosiy tishcha R bo'lsa, ST segment pastga siljiydi. Asosiy tishcha masalan S bo'lsa, ST segment yuqoriga siljiydi. Mana shu teskari yo'nalish, ya'ni diskordantlik degani. Demak, keyingi belgisi demak, bo'lmachalar va qorinchalar orasidagi bog'liqlik yo'q. Ya'ni bo'lmachalar yuqoridan qo'zg'alayapti, ya'ni sinus tugunidan, qorinchalar o'zining ritmida qo'zg'alayapti. Shu uchun QRS va P tishchalar orasida bog'liqlik yo'q. Bu qorinchalar ritmining asosiy belgilari. Ikkinchi qism bu ritm regularligini aniqlash. Regularlikni aniqlash. Ritm regularligini aniqlash uchun RR masofalar o'zaro taqqoslanishi kerak. RR masofalar o'zaro taqqoslanishi kerak. Demak, agar ular orasidagi farq 10% gacha bo'lsa, ritm regular, ular orasidagi farq 10% dan ko'proq bo'lsa, ritm noregulyar hisoblanadi. Ba'zi adabiyotlarda shu yerda shu 10% emas, 0,15 sekund deb yozilgan. Endi 10% nima degani? Masalan, mana bu RR masofani hisobladik, 0,8 sekund. Keyingi RR masofani hisobladik, 0,92. Keyingisini hisobladik, masalan, bu yerda ham 0,84 sekund. Endi bular orasidagi farq 10% mi yoki 10% dan ko'pmi? Masalan, 0,8 ni 10%i 0,08. Ya'ni 0,88 gacha bo'lsa edi, mana bu ritm regular hisoblanar edi. Lekin bu yerda 10% dan ko'pligi uchun ritm noregulyar hisoblanyapti. Demak, mana shu tarzda ritm regularligini aniqlashimiz kerak ekan. Demak, uchinchi aniqlashimiz kerak bo'lgan holat bu yurak urishlar sonini aniqlash. Demak, yurak urishlar soni formulada aniqlanadi. Demak, yurak urishlar soni barobar 60 sekund bo'lingan RR masofa. Masalan, demak, RR masofa aytaylik, ritm regular va RR masofa 0,8 deb faraz qilaylik. 60 ni bo'lamiz 0,8 ga, bo'ladi 75 marta 1 minutda. 75 marta 1 minutda. Ana masalan, EKG ni ko'ryapmiz. EKG da ritm regular, hamma joyda RR masofa 0,8, masalan, taxminan
Endi shu misolimizda 60 sekundni bo'ldik 0,8 ga 75 marta 1 minutda shu misolimizda yurak uryapti. Endi agar ritm noregulyar bo'lsa, biz EKGdagi minimal va maksimal RR masofalarini topishimiz kerak va 2 marta formulaga qo'yib olishimiz kerak. Masalan, mana bu misolimizda endi minimal RR masalan aytaylik 0,6 maksimal RR aytaylik 0,96. Demak, biz ikkita ko'rsatkichni olamiz. RR minimal barobar 0,6, RR maksimal barobar 0,96. Va xuddi shunday formulani 2 marta formulaga qo'yamiz. Qanaqa formulaga qo'yamiz? Demak, formula shunday. Demak, yurak urishlar soni minimal barobar 60 bo'lingan RR maksimal. Demak, nima bo'lyapti? Masalan, bu yerda bu misolimizda 60 ni bo'lamiz 0,96 ga barobar. Necha chiqadi? Endi hisoblab chiqamiz. Kalkulyatorda. Xo'sh. 60 ni bo'ldik 0,96 ga barobar 62,5. Endi 63 deb olsak bo'ladi. Demak, minimal yurak urishlar soni 63 marta ekan. 63 marta. Xuddi shunday formulani ikkinchi marta qo'ysak agar, yurak urishlar soni maksimal barobar 60 bo'lingan RR minimal. Ya'ni bu misolimizda minimal bu 0,6, demak 60 ni bo'lamiz 0,6 ga barobar 100 chiqyapti. Demak, minimal yurak urishlar soni 63, maksimal yurak urishlar soni 100 ga teng bo'lyapti. Demak, biz xulosa qilib qanday yozamiz? Yurak urishlar soni barobar 63 dan 100 tagacha. 100 tagacha deb yozib belgilashimiz mumkin. Bundan tashqari boshqa yurak urishlar, o'rtacha yurak urishlar sonini aniqlash usuli ham mavjud. Bu uchun sal boshqacharoq hisoblaymiz. Endi shu misolimizni agar olsak agar, demak, qanday hisoblanadi? Demak, yurak urishlar soni o'rtacha barobar 180 bo'lingan 3 ta RR. 3 ta RR. Ya'ni bu 180 sekund va 3 ta ketma-ket joylashgan RR masofalarini bir-biriga qo'shamiz. Demak, 0,6 plus 0,64 plus 0,96. Demak, barobar 180 bo'lamiz. Hozir buni aniqlasak, demak 0,6 qo'shamiz 0,64 qo'shamiz 0,96 barobar 2,2 chiqdi. 2,2 barobar 180 ni bo'lamiz 2,2 ga. 81,8. 82 marta bo'lyapti. Demak, o'rtacha yurak urishlar soni 1 minutda 82 marta
ga to'g'ri kelyapti. Bu usulda ham hisoblashimiz mumkin. Endi bu noregulyar ritmda shu ikki usuldan birini qo'llashimiz mumkin. To'rtinchi etap, to'rtinchi qadamimiz bu yurak elektr o'qini aniqlash. Yurak elektr o'qini aniqlash. Demak, elektr o'qini aniqlashimiz uchun biz yana Bayli koordinatalar tizimini eslashimiz kerak. Demak, Bayli koordinatalar tizimini chizamiz. Demak, har bir tarmoq qaysidir gradusga to'g'ri keladi. Mana bu x koordinatalar o'qi bu 0 gradus, past plus graduslar, yuqori minus graduslar hisoblanadi. Demak, mana bu keyingi chiziq, ya'ni AVR-ni manfiy tomoni plus 30, plus 60, plus 90, ya'ni 30 tadan o'zgarib boraveradi, plus 120, plus 150, minus plus 180. Xuddi shunday yuqoriga qarab minus 30, minus 60, minus 90, minus 120 va minus 150 gradus. Endi elektr o'qi joylashuvi. Alfa burchagining, ya'ni yurak elektr o'qi burchagining joylashuvi 0 gradusdan taxminan 29-30 gradusgacha bo'lsa, bu gorizontal joylashuv. Gorizontal joylashuv. 30 gradusdan taxminan 69-70 gradusgacha joylashuvi bu normal joylashuv. 70 dan 89-90 gradusgacha joylashuvi vertikal joylashuv. Vertikal. 90 dan 120 gacha elektr o'qining o'ngga siljishi. Plus 120, plus 150 keskin o'ngga siljish. Keskin o'ngga siljish. Ya'ni ruschada резкое отклонение вправо. Keskin o'ngga siljish. Demak, 0 gradusdan minus 30 gradusgacha chapga siljish va minus 30, minus 60 va hokazo. Demak, keskin chapga siljish bo'lib hisoblanar ekan. Endi buni qanday aniqlaymiz? EKGda elektr o'qi qanday joylashganini. Demak, elektr o'qini aniqlashning bir necha usuli bor. Shulardan biri bu vizual usuli. Demak, elektr o'qi joylashuvini vizual aniqlashimiz uchun bizga standart va kuchaytirilgan tarmoqlardagi EKG ko'rinishlari bizga kerak. Masalan, mana shunaqa ko'rinishda EKG bo'lsa, AVR, AVL, xo'sh, AVF. Masalan, mana shunaqa ko'rinishdagi EKG. Demak, elektr o'qi qoida, qanaqa qoida? Elektr o'qi standart va kuchaytirilgan tarmoqlardagi QRS kompleksi yig'indisi eng katta bo'lgan tarmoq tomon yo'nalgan. Ya'ni biz nima qilishimiz kerak ekan? Biz mana shu QRS kompleksini yig'indisini hisoblab chiqishimiz kerak. Mana tishchalar chuqurligi va balandligini yig'indisini hisoblashimiz kerak. Masalan, mana bu birinchi standart tarmoqda quv tishchaning chuqurligi minus 1.
R balandligi 1, 2, 3, 4, 5. Masalan, plus 5. Keyingi S chuqurligi masalan -2. Yig'indi bo'ldi. Demak, plus necha? 2. Plus 2. Xuddi shunday hamma joyda biz shu yig'indilarni hisoblab chiqishimiz mumkin. Lekin hisoblamasak ham shu bir qarashda yig'indi qayerda baland chiqadi? Musbat tishcha balandligi qayerda balandroq bo'lsa, yig'indi o'sha yerda balandroq chiqadi. Endi bu rasmimizda, bu misolimizda ko'rinyaptiki, R tishcha 2 da balandroq, ya'ni yig'indi shu yerda baribir balandroq, boshqalarga nisbatan balandroq chiqadi. Masalan, Q -1, R aytaylik plus 9, S -2, yig'indi chiqdi plus 6. Demak, xuddi shunday hamma joyda hisoblab chiqishimiz mumkin, lekin ko'rinib turibdiki, ikkinchi standart tarmoq yo'nalgan. Qoida nima, qanaqa qoida bor edi? Demak, elektr o'qi yig'indi Poyres kompleksini yig'indisi yuqori bo'lgan tarmoq tomon yo'nalgan. Demak, ikkinchi tarmoq tomon. Ana, demak, elektr o'qi ikkinchi standart tarmoq tomon yo'nalgan ekan. Bu misolimizda, demak, ikkinchi standart tarmoq bu plus 60 gradus, plus 60 gradus, bu plus 30 dan plus 70 oralig'ida, ya'ni shu misolimizda elektr o'qi normal joylashgan. Endi bizni fikrimiz to'g'ri emasligini aniqlash uchun qoidaning ikkinchi qismi bor. Elektr o'qi yo'nalgan tarmoqga perpendikulyar bo'lgan tarmoqda R tishcha taxminan S ga teng bo'ladi. Ana masalan, elektr o'qi bu misolimizda 2 da yo'nalyapti. Bunga perpendikulyar tarmoq AVL. AVLda demak, agar biz to'g'ri hisoblagan bo'lsak, AVLda taxminan R S ga teng bo'lishi kerak. Mana R taxminan S ga teng bo'lyapti. Demak, biz aniqlagan elektr o'qini joylashuvi to'g'ri. Demak, bu normal elektr o'qi misoli. Endi shuni boshqacharoq qilib misolimizni chizsak, masalan, yig'indi, eng katta yig'indi 2 da masu, birda eng katta yig'indi chiqyapti. Birda eng katta yig'indi chiqyapti. Bu nima degani? Qaranglar, demak, elektr o'qi yig'indi katta bo'lgan tarmoq tomon yo'nalgan. Demak, Poyres kompleksi yig'indisi eng kattasi chiqyapti birda. Demak, elektr o'qi birinchi standart tarmoq yo'nalyapti, ya'ni 0 gradus. Lekin bu 0 gradus bu chapga siljishmi yoki gorizontal joylashuvmi? Buni aniqlashimiz uchun birinchi standart tarmoqga qo'shni tarmoqlarga ham e'tibor berishimiz kerak. Demak, birga bu tomondan qo'shni AVL, bu tomondan qo'shni 2. Ya'ni ikkinchi navbatda yig'indi katta bo'lgan tarmoqni biz topishimiz kerak. Endi bu misolimizda ikkinchi navbatda katta bo'lgan tarmoq, qaranglar, eng katta bu yerda yig'indi bo'lyapti. Ikkinchi navbatda katta 2 da bo'lyapti. Demak, elektr o'qi yo'nalyapti birinchi standart tarmoqda va salgina shu 2 ga tomon og'ayapti. Ya'ni gorizontal joylashuv. Agar bu misolimizda ikkinchi navbatda katta tarmoq 2 da emasu AVL da bo'lsa edi, ana eng kattasi 1 da, ikkinchi navbatda AVL da bo'lsa edi, demak, elektr o'qi chapga siljigan deb aytsak bo'lar edi mana bu holatda. Demak, bu qisqacha elektr o'qining vizual usulda aniqlash to'g'risida edi. Endi elektr o'qini aniqlashning boshqa usullari ham bor. Bu diet koordinatalar tizimi yordamida aniqlash, undan tashqari algebraik usuli
bular to'g'risida biz bu darsimizda to'xtalib o'tmaymiz, balki chuqurroq qaysidir mavzuga atalgan leksiyalarimizda diet va algebraik usuli to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Endi beshinchi qadamimiz bu o'tish zonasini aniqlash. O'tish zonasini aniqlash. Demak, o'tish zonasi bu ko'krak tarmoqlaridagi R tishcha balandligi S tishcha chuqurligiga teng bo'lgan, taxminan teng bo'lgan tarmoq. Normada o'tish zonasi V2, V3 yoki V3, V4 larga to'g'ri keladi. V2, V3 yo V3, V4 ga to'g'ri keladi. Demak, mana bu misolimizda demak, qaranglar, V1 da R chuqurroq, R kichik, S chuqurroq. Keyingisida sal R balandlashyapti, S chuqurligi kamayyapti. Mana bu misolimizda V3 da taxminan R ning balandligi S ning chuqurligiga teng. Demak, shu misolimizda o'tish zonasi V3 ga teng. Keyingi tarmog'imizda R asosiy tishcha R bo'ldi, S pasayyapti, kamayyapti chuqurligi va V5 V6 da ham xuddi shunday. Demak, o'tish zonasi bu asosiy tishcha S bo'lgan joydan asosiy tishcha R bo'lgan joyga o'tish joyi. Ya'ni bu misolda o'tish zonasi V3 ga to'g'ri kelyapti. Endi buni qanday faraz qilish kerak? Masalan, mana bu bizning qo'lim, bu yurak deb faraz qilsak, mana bu chap qorincha, bu o'ng qorincha. O'tish zonasi taxminan shu qorinchalar aro to'siqga to'g'ri keladi. Demak, yurak cho'qqisi yoki qorinchalar aro to'siqga to'g'ri keladi. Endi faraz qilinglar, chap qorincha gipertrofiyalandi, chap qorincha kattalashdi va o'z o'qi atrofida mana bunday aylanadi. Demak, chap qorincha oldinroqqa siljiydi va o'tish zonasi V1, V2 tomon siljiydi. Ya'ni chap qorincha gipertrofiyasining qo'shimcha bir belgisi o'tish zonasining V1, V2 tomon siljishi bo'lishi mumkin. Yoki agar o'ng qorincha gipertrofiyalansa, o'ng qorincha yanada oldinga o'tadi va o'tish zonasi taxminan V5, V6 tomon siljiydi. Demak, o'tish zonasining asosiy ahamiyati ham gipertrofiyalarni qo'shimcha belgisini aniqlash maqsadida asosan ishlatiladi. Xo'sh, demak, 6-chi qadamimiz barcha tishcha interval va segmentlarni barcha tarmoqlarda ko'rib chiqish. Demak, hozirgacha biz ko'proq qaysidir tarmoqlarga e'tibor berdik. Ikkinchi standart tarmoqlarda tishchalar balandligi, davomiyligini o'lchadik yoki o'qni aniqlashda biz standart va kuchaytirilgan tarmoqlarga e'tibor berdik. O'tish zonasini aniqlashda ko'krak tarmoqlarga e'tibor berdik. Endi har bir tishcha, har bir interval va har bir segmentni shu 12 ta tarmoqga ham ko'rib chiqishimiz kerak. Masalan, mana shunaqa ko'rinishda EKG deb faraz qilsak, demak bu 1, 2, 3, R, L, F, V1, V2, V3.
Masalan, shunaqa ko'rinish. To'rt. Besh. Masalan, mana shunaqa ko'rinish. Demak, biz p ni hamma joyda analiz qilamiz, o'lchab ko'ramiz, balandligini ko'ramiz. Ya'ni, masalan, p tishcha 1 da musbat, 2 da musbat, 3 da musbat. Demak, normada shunday bo'lishi kerak. AVR-da p manfiy, demak, AVR-da manfiy bo'lishi kerak. To'g'ri. P quni o'lchab chiqamiz hamma joyda. 0.12 dan 0.20 gacha bo'lishi kerak. To'g'ri chiqdi, masalan. Q ga e'tibor beramiz, R ga e'tibor beramiz, S ga, ST, T tishchalarga e'tibor beramiz. Endi shu misolimizda masalan T tishchalarga e'tibor bersak, mana birinchi standartda musbat, to'g'ri, musbat bo'lishi mumkin, musbat, manfiy, to'g'ri bo'lishi kerak, musbat. V1 da manfiy bo'lishi mumkin, V2 da manfiy mumkin emas bo'lishi, V3 da manfiy T bo'lyapti, V3 da T musbat bo'lishi kerak. V4 da ikki fazali bo'lyapti, V5 da musbat, V6 da musbat. Demak, shu yerda hamma narsani analiz qilganimizda biz T da masalan manfiy T V2, V3 da paydo bo'lganini aniqlab oldik. Yoki V4 da ikki fazali T paydo bo'lganini aniqlab oldik. Demak, EKG ni analiz qilishni shu joyida biz mana shu o'zgarishlarni yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni yozib qo'yamiz V2, V3 da manfiy T. V4 da ikki fazali T. Demak, bu bizga keyinchalik qanaqadir xulosa beradi. Ya'ni T tishchaning manfiy bo'lishlari to'g'risida biz keyingi darslarda so'z yuritamiz va nimani bildirishni aniqlab olamiz. Demak, shu bilan EKG ning izoh qismi tugadi. EKG ning 4-qismi, EKG o'qishimizning 4-qismi bu EKG xulosa. EKG xulosa. EKG xulosa berish. Demak, xulosa berishimizda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Qanaqa xulosalar bo'lishi mumkin? Birinchidan, normal EKG. Normal EKG. Masalan, hamma joyini ko'rdik. Hech qanaqa o'zgarish aniqlamadik. EKG o'zgarishsiz deb xulosa bersak bo'ladi. Lekin iloji boricha normal EKG deb xulosa bermasligimiz kerak, chunki ba'zi bir holatlarda EKG ayni EKG tushirish vaqtida normal EKG bo'lishi mumkin, lekin birozdan so'ng 5 minut, 10 minut, bir necha sekunddan so'ng ham qanaqadir holat, o'tkir qanaqadir holat boshlanib ketishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha biz normal degan nimadan o'zimizni salgina saqlashimiz kerak. Ya'ni ko'rish paytida EKG patologik o'zgarishsiz deb xulosa bersak qulayroq. Ikkinchidan, ikkinchi beradigan xulosamiz aritmiyalar. Aritmiyalar. Uchinchisi blokadalar. Blokadalar. To'rtinchisi gipertrofiyalar. Gipertrofiyalar. Beshinchisi diffuz. Diffuz distrofik o'zgarishlar yoki elektrolit almashinuvi o'zgarishlari shu 5-rubrikaga kiradi va 6-chi o'choqli yoki очаговый изменения deydi. O'choqli o'zgarishlar, o'choqli o'zgarishlarga kirishi mumkin ishemiya, chandiq, shikastlanish va nekroz.
Demak, o'choqli o'zgarishlarni ko'rsatganimizda biz albatta shu o'choqli o'zgarish EKGning qaysi qismida bo'layotganini ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni lokalizatsiya ko'rsatilishi shart. Endi qisqacha qilib EKG o'qish rejasi shulardan iborat edi. Hozir harakat qilamiz. Bemor elektrokardiogrammasida qisqacha mana shu etaplarni sizlarga tushuntirib beramiz. Demak, bu hozir real bemor EKGsi. Buni biz o'qiymiz birgalikda. Demak, e'tibor beringlar. Birinchi navbatda bemorni ismi sharifi yozilgan bo'lishi kerak. Demak, ismi sharifi yoziladi va bemor tug'ilgan yili yozilgan bo'lishi kerak. Demak, EKG olingan sana mana 8-may 20-yil va soati va minutigacha yozilgan bo'lishi kerak. Bu juda muhim, chunki ba'zi bir holatlarda EKG bir necha minutda EKG o'zgarib ketishi mumkin. Ikkinchi navbatda biz e'tibor berishimiz kerak, EKG qanaqa tezlikda olingan va necha voltajda olingan. Demak, voltaj millivoltni aniqlash uchun mana bu yerga e'tibor beringlar. Pastida ham yozilgan bo'ladi. Demak, mana EKG 10 mm millivoltda yozilgan va tezlik 50 mm/sekund tezlikda bu EKG olingan. Bu bizga har bir tishchalarni hisoblashda, har bir tishchalar davomiyligini belgilashimizda kerak bo'ladi. Endi e'tiborlaringizni mana bu yerga qarataman. Mana bu yerga qarataman. Demak, qaranglar. Mana bu millimetr millivoltni belgilovchi katakcha. Demak, mana bu katakchani balandligiga e'tibor bersangizlar, 10 ta katakcha. Demak, bu 10 mm millivolt voltajda EKG olingan. Endi EKGni o'lchov qismiga o'tsak, demak, birinchi navbatda biz P tishchani hisoblashimiz kerak. Demak, qaranglar, mana P tishcha boshlanishi. Mana bu P tishchaning oxiri. Demak, bu yerda katakchalar, kichkina katakchalar sonini hisoblaymiz. Demak, 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni 5 ta kichkina katakcha. Tezlik 50 bo'lgan paytda bir ta kichkina katakchaning davomiyligi 0,02. Demak, 5 ta kichkina katakchamiz bo'ladi. 0,1. Demak, birinchi belgilaydigan davomiylik bo'ldi 0,1. P tishcha davomiyligi 0,1. Endi PQ interval, P tishcha boshlanishidan Q tishcha boshlanishigacha bo'lgan masofa. Hisoblasak, demak, 5 ta bu tomon, 4 ta bu tomon, 9 ta katakcha. Demak, 9 ni ko'paytiramiz 0,02 ga bo'ladi 0,18 sekund. PQ interval. Keyingisi QRS, ana Q boshlanishidan S tugashigacha bo'lgan masofa. Tak, 1, 2, 3, 4. 4 ta katakcha bo'ldi. 4 ko'paytiramiz 0,02 bo'ladi 0,08. Demak, QRS barobar 0,08 sekund. Keyingi analiz qiladigan nimamiz QT interval. Ana Q ning boshlanishidan T ning oxirigacha bo'lgan masofa. Bu yerda T unchalik ko'rinmayapti, shu uchun men boshqa tarmoqda shuni o'lchashni tavsiya qilaman. Masalan, T yaxshiroq ko'rinadigan joyda, mana bu yerda masalan, ana R ning boshlanishidan T ning tugashigacha bo'lgan masofa. Qaranglar, demak, 1, 2, 3. 3 ta katta katak. Demak, bu tomondan 4 ta kichkina, bu tomondan 1 ta kichkina. Demak, 5 ta, ya'ni 1, 2, 3, 4 ta katta katak desak bo'ladi. Ana 3 ta katta katak, bu tomondan 4 ta, bu tomondan 1 ta. Ya'ni 4 ta katta katak, 1 ta katta katakning davomiyligi 0,1 sekund. Demak, 0,1 ni ko'paytiramiz 4 ga.
ya'ni 0,40 sekund bo'layapti qt intervalimiz. Keyingi o'lchaydigan narsamiz qaytib ana ikkinchi standart tarmoqga qaytamiz. RR interval. Ana bu R tishchadan R tishchagacha bo'lgan masofa RR interval. Hisoblaymiz kataklar sonini. Demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta katak. Bu bilan 9 ta ekan. Bu yerda 4 ta, bu yerda 1 ta. 9 ta. Demak, RR masofamiz 0, 0, 9 bo'ldi. RR 0,9. Demak, o'lchov qismi bizda shu narsalardan iborat bo'ldi. Endi shularni yozib qo'yamiz. Ya'ni P barobar 0,1, PQ barobar 0,18, QRS barobar 0, nechta bo'ldi bu yerda? 4 ta bo'ldi. 0,08, QT barobar 0,40 sekund bo'ldi. Demak, xuddi shunday QTni bazet formulasida aniqlab ham QT bazet va formula yordamida aniqlangan sonni yozib qo'yishimiz kerak. Bu edi o'lchov qismi. Endi keyingi qism bu izoh qismi. Demak, birinchi navbatda biz ritm boshqaruvchisini aniqlashimiz kerak edi. Demak, ikkinchi standart tarmoqdagi P ga e'tibor beramiz. Ana ikkinchi standart tarmoqda musbat P, undan keyin qo'yrasda kelyapti. Demak, musbat P bo'lganini o'zi ikkinchi standart tarmoqda bu ritm sinusli ekanligini bildirar ekan. Demak, ritm sinusli degan xulosa bizda paydo bo'ldi. Endi keyingi qadamimiz ritm regularligini aniqlash. Ya'ni RR masofalar o'zaro taqqoslanadi. Buni taqqoslashimiz uchun biz sirkul yoki qog'oz bilan o'lchashimiz mumkin. Ana masalan, ikkita RR masofa cho'qqisi mana bunday belgilab olindi va xuddi shunday EKGni boshqa joylarida ana RR yoki SS masofa taqqoslanadi. Demak, ko'rinib turibdiki, RR masofa hamma joyda bir xil. Demak, ritm regular degan xulosani bersak bo'ladi. Ya'ni barcha joyda, barcha tarmoqlarda RR masofa 0,9. Demak, bizga уже ikkita tushuncha bo'ldi. Ya'ni ritm sinusli va regular. Endi keyingisi yurak urishlar sonini aniqlash uchun, demak, 60 ni bo'lar ekanmiz RR masofaga, ya'ni 0,9 ga. 60 ni bo'lsak 0,9 ga. Ana 60 ni bo'lamiz 0,9 ga bo'ldi. 66,6. 67 marta 1 minutda. Demak, 3 ta xulosamiz bo'ldi. Ritm sinusli, regular, yurak urishlar soni 67 marta. Endi elektr o'qini aniqlash. Demak, elektr o'qini aniqlash uchun standart tarmoqlar va kuchaytirilgan tarmoqlarga e'tibor beriladi. Va yig'indi eng katta bo'lgan tarmoq elektr o'qi yo'nalgan tarmoq deb hisoblanadi. Demak, bu misolimizda yig'indi eng katta ikkinchi standart tarmoqda. E'tibor beringlar, yig'indi eng kattani. Bunga nisbatan bunda R pastroq. Bunda umuman past, bularda ham past. Demak, elektr o'qi ikkinchi standart tarmoq tomon yo'nalgan, ya'ni elektr o'qi normal joylashgan. Keyingi qadamimiz o'tish zonasini aniqlash uchun ko'krak tarmoqlarga e'tibor beramiz. O'tish zonasi bu R taxminan S ga teng bo'lgan tarmoq. E'tibor beringlar, demak, ana V1 dan boshlab taqqoslasak, S chuqurligi kamayib boryapti. R ning balandligi oshib boryapti. Demak, R taxminan S ga teng bo'lgan tarmoq, qaranglar, V3 da R kichik, S chuqurroq. V4 da esa teskari, R baland, S
sal chuqurligi kamaygan V3 ga nisbatan. Demak, shu misolda o'tish zonasi mana shularning tengligi taxminan V2 V3 ning orasiga to'g'ri keladi. Demak, shu misolimizda shu EKGda o'tish zonasi V3-V4 deb yozib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, keyingi qadamimiz barcha tishcha interval va segmentlarni hamma tarmoqlarda ko'rib chiqish. Endi bu yerdan bu EKGda ko'rinib turibdiki, ba'zi bir tarmoqlarda T manfiylashib qolyapti, ba'zi bir tarmoqlarda ST segment depressiyasi biroz kuzatilyapti. Masalan, birinchi standart tarmoqda ST sal depressiyaga uchragan, ana bu izoliniyadan 1,5 mm pastroqqa tushgan, T pasaygan. Ikkinchi standart tarmoqda ST pasaygan. AVL da ozgina depressiya kuzatilyapti. Keyin T tishcha xuddi shu yerlarda, shu tarmoqlarda T tishcha amplitudasi pasaygan, ba'zi joylarda manfiylashgan. Xuddi shunday mana bu yerda V5 V6 da ST segmentining depressiyasi, T manfiylashgan yoki silliqlashgan holatini ko'rish mumkin. Demak, shu holatlarni biz yozib qo'yishimiz kerak va keyingi mashg'ulotlarimizda mana shu ST ning pastga siljishi yoki T dagi bunaqa o'zgarishlar qanaqa patologiyadan dalolat berishini keyingi mashg'ulotlarda ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Demak, keyingi darslarimiz to'g'risidagi e'lonlar bizlarning Facebookdagi, Instagram, YouTube'dagi sahifalarimizda ma'lumot beriladi. Kuzatib boringlar. Rahmat.